Agar sizda diniy savollar bo'lsa, ularga 1171 qisqa raqami orqali javob olish imkoni bor. Gap shundaki, O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazi qoshidagi kol markazga 1171 qisqa raqami orqali qo'ng'iroq qilish imkoniyati yaratildi. Sizni qiziqtirgan diniy savollarga har kuni soat 9:00 dan 17:00 gacha javob beriladi. O'z navbatida kol markazining 78 kodi bilan 150 33 44 raqami ham faoliyatini davom ettiradi. Shuningdek, xorijdagi vatandoshlar Telegram orqali Fatvo Call 1 va Fatvo Call 2 hamda WhatsApp orqali 91 kodi bilan 780 66 33 telefon raqamlari orqali bog'lanishlari ham mumkin bo'ladi. Agar sizda diniy savollar bo'lsa, ularga 1171 qisqa raqami orqali javob olish imkoni bor. Gap shundaki, O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo markazi qoshidagi kol markazga 1171 qisqa raqami orqali qo'ng'iroq qilish imkoniyati yaratildi. Sizni qiziqtirgan diniy savollarga har kuni soat 9:00 dan 17:00 gacha javob beriladi. O'z navbatida kol markazining 78 kodi bilan 150 33 44 raqami ham faoliyatini davom ettiradi. Shuningdek, xorijdagi vatandoshlar Telegram orqali Fatvo Call 1 va Fatvo Call 2 hamda WhatsApp orqali 91 kodi bilan 780 66 33 telefon raqamlari orqali bog'lanishlari ham mumkin bo'ladi.